borib mensimayapsiz. Siz o'z davlatdagi tuhmat qilyapsiz. siz tuhmat qilyapsiz. Odam borib ish turdi, kecha ham aytdi. Mana o'zi eshitdi. Aka siz viloyat hokimi da'vo qilib sudga qaror chiqyapti. To'xtatib turing, bular norozi bo'lyapti-ku. Bo'ldi, norozi bo'lyapti. Bozor bo'lmaydi, bozor ham bekiladi. Ana shunaqa qiladi-da, bozor bo'lmaydi. Bozorni bekiladi deydi. Mana shunaqa qiladi. Shunaqa qiladi. Hozir borib aytadiki, shular borib to'xtatdi. Bozor ko'lmi bu? To'xtatamiz. Nima qilishimiz kerak? Shu jarayonga siz bular to'xtangda, to'xtang o'zingiznikini o'tkazinglar. Buni puli Lekin ko'p. biz gapiramiz. Hozir nima qilyapmiz? Kelib o'zingiznikini o'tkazasiz. Bozor to'xtatamiz deydi. Siz nima degan bo'lardingiz? Aka, bularga joyini olib qo'yib turganim yo'q. Mana o'zi gapirdi. Sotib oldingiz, qayerga borsa sotildi deyapti. Qayerga borsa Sizdan bozorga chiqmaydigan odamlarga sotib bo'ldi bu. Biz bilan kiramiz, rahbarga xulosani beramiz. Quloqingiz bilan eshitdingiz. Xonamda gaplashamiz, yurist olib chiqasan dedi. To'g'rimi? Kecha vaqt bo'lmadi. Bugun olib kiramiz, xudo xolasa. Bugun yechib beramiz. Yeting, nima qilaylik? O'zi hali iqtisodiy o'shanda kelishuv bitimi qilish kerak edi. Shunaqa nizolar bo'lmas edi. Kelishuv bitimi qilsak, bular ko'nmayapti. Men bepulga qo'yganingizda shuncha nizo bo'lmas edi. Ishonch bo'lganda Puxta bo'lardi aka ishingizdan. qonunni bilasiz. Bilaman. Hozir ham aytaman. Sizga hozir noto'g'ri o'rgatishyapti aka, bilaman. Kimlar bilan maslahat qilyapsiz? Noto'g'ri yo'ldan ketyapsiz aka. Aka, mana Alloh taolo menlar ko'piryapman men. Kelishuv bitimi Kerakmas biz uchun. Munozar aka. Hurmat biz uchun. Hozir mani yomon ko'ryapsiz, mani boshqa yo'q. Odamlarni qo'yapsiz, mayli. Prosta bular bilan iqtisodiy sudda sudlashibsizlar. Biz borganimizcha. O'shanda kelishuv bitimini qilib olganlaringda, mana buncha joy saniki ekan masalan, to'g'rimi? 70 kvadrat. Bo'ldi, davay. Kelishuv bitimini taqdim qilamiz, mediatsiya qilamiz. Mediativ kelishuv qilib olganlaringda mana shu nizolar bo'lmas edi. Hozir beralasizmi? Kelishinglar mana. Nechta sudya kelishinglar. Sizlarga sudya nechta taklif qildi? Sizlar ko'nmaymiz dedilar. Kelishinglar notarialni. boshqa gapi yolg'on buni, hamma gapi. Buni gapi yolg'on, ko'p gap. O'shani men aytmoqchi bo'lganim aka, ana siz boshqa Borib aytadi, hammaga borib shunaqa deydi. Hozir qurish to'xtatsa bozor deydi. Men senlarga bekorga bermoqchi edim deydi. Ko'nmaydi bular. o'sha odam ekansiz dedim mana. Biz odammiz, rahmat. Men sizni ham tanimayman, bularni ham. Nima qilsin aka? Mana shu joyga bitim qilsin, men qo'l qo'yib beraman aka. Mana shu joy buniki deb bitim qilsin, yana siz aytib qilib beraman aka. Men bular uchun qilyapman. Men o'zimga nima kerak bor aka? Siz eski shartnomangiz bunaqasiga javob berib qo'ying Rahmonnazar aka, eski shartnomalarga. Qurib beraman degan. Hamma yo'q, Rahmonnazar aka. 20 millionda qarab turmangiz oldingiz. Men sizni yaxshi bilaman. Maytlarda qurish qilganingizni bilaman. Mani mahalladoshlarim ishlatgansiz, bilaman. Men ham siz haqingizda To'g'ri. vaqt tanidim sizni. Bizam bilamiz. Ukalarimiz Ukalarimiz ishlatgan. Murosada ish yo'q.